Qanaqa ovqat edinglar kecha? Kecha makaron Go'shlimi? go'sht Oxirgi marta qachon go'shtli ovqat edinglar? go'sht sotib olamiz. Hozir ham mashg'ula qilganman. هذا السلام فلما السلام Hammasi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Bu joy uy emas, omborxona. Masjiddagi traktor zavodini omborxonasi ekan. Onaxonni sabrlarga men prosta qoyil qoldim. Bu yoqda ko'chib yurib qabristonlarda yashadik. Kimlarni qaysi nima to'g'ri kelsa yashadik. Endi men bitta ko'rsam sizlarga ancha hayron qolasizlar. Hojatxona